الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Niso'ninki 24-oyatiga keldik. İlgirki oyatda Alloh subhanahu va taolo ayollarning o'tirisidagi nikoh masalasi haqida so'zlab kelib, erlarninki to'y qilishga bo'lmaydigan bir turlik ayollarni qanaq o'tgan, sanab o'tgan. Oyatimiz shu oyatning davomi. Alloh subhanahu va taolo davatudu vel muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Yani erle toy kılışkı bulmaydıgan ayallarının bir türü ayallar içindeki ailelik eri var ayallar olan yani bir er toy kılışkı bulmaydı. Yani onun normal ailesi var, ilgisi var. Onun sen elçi olup berişqa qatdi bulmaydı. İlla ki sizlerinin kollarınla igi boğan kısmı yani çöre kol dedekle oqqasa onun hükmü adetteki erkin ayallığa qarığa vaqtda farklı. Bunun hemmisi Allah subhanahu ve taala sizlerge farz kılgan hükümle Allah ondan başka ayallarının hemmisini sizlerge halal kıldı. Sizler pul, mal, mülkünü xajlap durup iffetlik asasta, iffetlik boğan şekilde yani naşayan işlere kadem basmağan şekilde ola ölen aile kursanlar, nikah münasebeti turğuzsanlar yani toy kılsanlar tamamen buludu. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ayallar sizlerinin hayatınlağa huzur, saadet, bəxit kirgizgeyken ulanın hakkını periz Allah belgilegen bir periz şekilde qana qılanlar. Ama Allah belgilegen perizle öz caydı ada qılınıp boğandan keyin öz ara kilişip artıq bəsanlar ya ki o ayal ağan toyluqdan vaz keçib sizlərə qaytırıb bəsə onun da məsələ yox. Allah subhanahu va taala həmmə işini bilgücü və hər hökm, hər işi də hikmet bilen iş qılğıcı. Yani ayetni yukarıda kısaca bir tercüme ettik qarindoshlar. Ayetning başidagi ayollar ishidagi muhsanatlar degan hukm men bu ayetning darsining başida deb o'tganimizdek ilgirki darsga munosabatlik, ya'ni erlar to'y qilishga bo'lmaydigan ayollarning qatoridan muhsanatlar deb hisobladi. Men mushadamda muhsanat ifodasida biroz to'xtalishni to'g'ri topdim. Qur'oni Karimda erlik ayollarni normalda muhsanat ifodasi bilan ifodalaydi. Muhsanat adati normal lug'at ma'nida asli so'zning tagiga borsak atrofi qo'rshov tom bilan o'ralgan ma'lum sepil yoki qo'rg'onning ichiga kirib boshqalarning zarar yetkazishidan emin bo'lgan kishini normalda muhsin deydi. Ayollar muhsanat ifodasi yani başqalarının ilkidiki degan ma'noni ifodalab bu yerda. Texmo oddiylaştırsa
Texmi addiylashtirsak, yani erlik ayollar, ailesi va ayollar degan ma'noda. Endi normalda muhsin ifodasi, yani ihson ifodasi, men bir narsani sizlarga tushuntirmoqchi bo'lib nima qilyapman? Tushuntirishga tirishyapman. Normalda ailelik deganni arab tilida boshqacha ifodalaydi. Lekin oyatda bu yerda mush ailelik, masalan, erlik yoki ayoli va er degan ifodalarni Qur'oni Karimdagi mush ihson ifodasi bilan ifodalaydi. Ihson ifodasi, ya'ni saqlanish, birga bog'lanish, mush nuqtalarning hammasini birdan ko'zdan kechirib chiqqan vaqtimizda. Masalan, aqallisi mushu yomon ishlarga qarata, nashan ishlarga qarata beriladigan jazo masalasimi? Qur'oni Karimning sura Nisoning 25-oyatida kelgan oldimizdagi oyatda fa iza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsinat min al-'azab degan oyatlarda tabiiyat bilan tushuntirib bo'lmaydi, ammo sizlarga demoqchi bo'lganim shu, Qur'on mush igisi va ayollarni, ondan keyin hör ayollarni degandek bir necha nuqtaga ihson, muhsin ifodasini qo'llanadi. Biz shu nuqtalarga qaragan vaqtimizda Qur'oni Karimdagi umumiy muhsanat, muhsin, ihson ifodalarini qo'llangan o'rinlarga qaragan vaqtimizda bunda 3 ma'noni olaymiz ihsondan. Ya'ni muhsanat, ihson degandan iffat iroda qilingan o'rinlar bor. Iffat degan nima desa, inson mushu ayollik munosabatda ma'lum birga bog'lanib turib, o'zining insoniy, masalan, jinsiy ehtiyojini qamdaydigan bir holatni biz iffat deymiz. Ya'ni yo'lsiz, qonunsiz bir shaklda qandurmay, yo'lliq bir shaklda. Masalan, o'zining ayolidan, ayol yoki o'zining eridan o'zining talabini qandugan bo'lsa, bu Qur'onning ifodasida iffat bu bir ma'no. Ikkinchisi, Qur'oni Karimningki bayatdan o'qigan oldimizda degan oyatdagi qo'llangan ma'nosiga ko'z yugurib chiqqanimizda bu yerda dedek ayollar bilan hur ayollarning o'tirisidagi atalg'u masalasida muhsanat ifodasini qo'llanadi. Bu nuqtaga qaragan vaqtda muhsanatning hur ma'nosi bor. Undan boshqa muhsanat ailelik ayollarni ham nim deyiladi, muhsanat deyiladi. Endi mush umumiy nuqtalarni yo'qolgan vaqtimizda erlar to'y qilishga bo'lmaydigan ayollar val muhsanatu minan nisa degandan, ya'ni o'zining iffati, o ayolning iffati ma'lum erga qana qilgan, bog'langan, ma'lum erning iligi doğgan, ya'ni ailelik ayol degan bir ma'no bu yerdan chiqdi. Bu xil shakldagi ayollar bilan erlar qana qilinmaydi, to'y qilinmaydi. Undan keyin oyatning keyinida illa ma malakat aymanukum. Endi shu xil ailelik ayol bo'lib qolsa-mu, buning hukmi asriga tushib qolgan vaqtda o'xshamaydi. Buning tafsiloti menda. Masalan, deylik, bir musulmon bir jamiyatdagi bir davlat bilan g'ayri musulmon bir davlat yoki shularning dushmani qana qilib qoldi, urush bo'lib qoldi o'tirida. Urushlarda asriga tushadigan ahvollar bo'ladi. İslam əsirlərə qiladigan muameləni alohida bekitgan bo'lib, asriga tushganlik odamni bunda askar olmay, masalan, alohida uning bir siyosiy talab olmagan ahvol ostida o'ltirmaslik, yaxshi muomala qilish, normal jamiyatga o'xshash yashash imkoniyati berishni tashabbus qiladi. Islomning bu tarafi boshqa hech qanday tuzilmaga o'xshamaydi. Normal akib asriga tushdi deplab uni turmaga qamab qo'yish masalan, uning insoniy huquqlariga daxl tarz qilish islom buni qabul qilmaydigan bir ahvol. Shunda bo'lgandan keyin ikki davlat o'tirisida urush bo'lgan vaqtida qarshi tarafdan asriga tushadigan ayollar bo'ladi. Mushu xil shakldagi ayollar agar o'zining davlatidagi vaqtida oilalik bo'lib jangi kapto, jangi qatnashibdi yoki shu jang munosabati bilan asriga tushib qolgan bo'lsa, asriga tushish bilanla islomning hukmi bo'yicha buning oilaligi bekor qilinadi. Oilaligi bekor bo'ladi. Shu vaqtida mushuning sahibi, mushuning kipilog odam, ya'ni islomda ayollar asriga tushib qolsa, buni turmaga sulab ya uni sulab qo'yib yoki o'ltirish degandek narsa yo'q. Faqat musulmonlardan ma'lum birisiga taqsim bo'ladi. Shuning oilasida normal odamdek qana qiladi, yashaydi, odamdek yashaydi. Shu vaqtida agar buni birisi ammoqchi bo'lsa, endi degandek
Hamildor bo'lib qolsa, ta to'qqanga qadar saqlaydi. Hamildor olmay qolib qolsa, hayz ko'kanga qadar saqlaydi. Yoki buningga ega bo'lgan kishi buning normal insoniy talabini qondirmoqchi bo'lsa, shu vaqtidami shu shaklda qanday qiladi saqlaydi. Oyatdagi illa ma malakat aymanukum degani shu. Ya'ni normalda erlik ayollarni ağılanmaydı. İlla ki müşcanlar esri güçüp bağa vaqtda, birisinin kuluğu təvə oğa vaqtda onun hükmü hür ayollardan ne buludu? Farklı buludu. Ayetinin ahırısında Kitaballahi aleykum. Yuqardaki hükümler, biz ilgirki derslerde bayan kılgan hükümler ve bu derste bayan kılgan hükümler hemisi Allah subhanahu ve ta'ala'nın silahı kılgan perizleri. Allah bunu üstünlüğü periz kıldı. Yani veya da haram kılıngan ayallar nesep noktasından bir bölük ayallarına sanagan bulduk ilgirki derslerde. İmildaşlık noktasından bir bölük ayallarını toy kılışkı bulmaydıgan ayallarını sanagan bulduk. Andaki o ayalının iffeti başka erlerge bağlandıgan, yani ailelik oğalık tüpeyledin, o ayalını ağıl olmaydıgan, haram buluduğan bir bilik ayallarını kanaq öttük, sanap öttük. Biz yukarıda sanagandın başka türdeki ayallar olup kalsa, bunu olan normal bir şekilde toy kılsanlar buludu. Digenini ifadelep Allah subhanahu ve ta'ala nemdeydi ayetinin ahırısı da ve uhille lekum ma vera'a zalikum en tebtagû bi emvalikum. Ondan başka şekilde yukarıda bir sanıgan 10 neçe türlük ayallar türüdün başka her kanday ayallan aile kurmakçı olsanlar şu vaqtda pul melinglarni sarf turup qana qilsanglar buludu, aile kursanlar buludu. Bu yerda oyatning o'zi de pul mal ifodasi qo'llanildi. Nima uchun? Bilasizlar, pul bir insonning qon ter bediliga erishadigan bir mahsuli o. Meyle o pul dadısı miras qalgan, pul olib qalgan taqdirdimi, dadısı şu pulni japa tatib tapqan bo'ladi. Yoki o'zi tapqan taqdirda o'zi şu pulni japa tatib tapqan bo'ladi. Endi bir ayol bilan to'y qilish orqali bir baxt, saodatga erishadi. Erning hayoti huzurga cho'midi. Şu ayol uning uyini nurlandırdı. Şu adamning avlodini tug'di. Şu adamning kelajagini yaratdi. Şu ayol hisobda. Uning kelgusi bo'lgan farzandlari şu ayoldan keladi. Ya'ni ayol sabablik erning hayoti kundalik hayoti, oilasi, uy ichi hammasi bir huzurga, bir baxt, saodatga qana qildi, erishidi. Mutlaqo buning bir bedelle bo'lish kerak. Bu bedelni er kishi o'zi japa tatib tapqan puldan kimga to'laydi? Ayolga to'laydi. Agar mushu nuqtada er kishi ojiz bo'lib qolsa, ya'ni qul ilkida bir narsa bo'lmay qolib to'y qildiganga, Payg'ambar alayhisalom nima deydi? Ya ma'shara shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Aranglardan kim yoshlar to'y qilishga ixtiyor yasa, ya'ni iqtisodiy imkoniyat yor basa, ayolni bir uyga akirib baqalg'udek holati bo'lsa, to'y qilsin. To'y insonning ko'zini yig'idi, avratini pok ippatlik saqlaydi. Qilinmaganlar ro'zasin. Ro'za uning o'rnini egallaydi, ya'ni uning hissiyotini qana qiladi, kesidi. Demak, inson bir huzurga erishdi, bir saodatga erishdi, oilasi bir xushallikqa cho'mdi va mushu xushallik, huzur, baxt, saodatni ekilishga sabab bo'lgan ayol kishiga o'zining qon, ter, badaliga kelgan mol mulkini shuningga badal hisobda qana qiladi, beradi. Mana bu to'ydagi qoida, to'ydagi bu o'lcham. To'yliq islomdagi eng muhim taraflarning birisi. Endi Alloh subhanahu va taolo pul orqali to'y qilisizlar, cho'qim mahrisni birisizlar degandan keyin jamiyatda er kishi o'zining vaqtlik hojatini qamdash uchun pul sarf qilib turib qiladigan ba'zi bir nashayan ishlar bor. Buning ehtimolligini yo'q qilib oyatning oxirisida muhsinin g'ayri musafihin. Ya'ni cho'qim ayollar bo'lgan bu munosabat, ayollar bilan quradigan bu oila cho'qim iffatni saqlagan shaklda bo'lishi kerak. Biz bu oyatning darsimizning boshida iffatni qanday tushundik? Iffat erning bir ayolga bog'lanishi va erning qonunlik yo'ldan, shar'iy yo'ldan shu ayolga qana qilishi, bog'lanishi, buni biz iffat deb tushundik. Qanaqdir? Ko'chadagi ma'lum pul badaliga ya vaqtlik, necha soatlik, necha kunlik qana qiladigan
o'zining ehtiyojini qondiradigan ma'qul shakldagi aloqani islom e'tirof qilmaydi. Shu nuqtadan va u oyatning oxirida nima deydi? G'ayri musaffahin. Ya'ni nashayon ishlarni qilmagan bir shaklda bo'lish kerak bu oila munosabati, bu er-ayol munosabati ma shaklda qurilishi kerak. Sen qandaqdir pul berdimg'u, rozilashdiqku, ikkolan deyishdiqku degan shaklda nashayon ishlarni qilsang bo'lmaydi. O'zing chaqlab bu shaklda munosabat qursang bo'lmaydi. Buning bir qoidasi bor deydi. Buning bir qoidasi bor. Tamam, bu mazmun oxirlashgan bo'lsa, oyatda mening diqqatimni chekkan bir nuqta bor, qarindoshlar. Er-ayolning iffatiga biz muhsin ifodasini qo'llanganini ko'rdik. Masalan, oyatning 5-da ayollarni muhsanat ifodasi bilan ifodalayotdi. Hozir kelgan yerda erlarga qaratib muhsinin ifodasini qo'llanyapti. Ya'ni ikkilisida shu ihson sözünü qo'llandi Alloh subhanahu va taolo, lekin diqqat qilsak, ikkilis iffat ma'nosida hamda. Ayollarni iffatlik sifatlamoqchi bo'lsa muhsanat da'vatidir, erlarni iffat bilan sifatlamoqchi bo'lsa muhsinin da'vatidir. Arab til grammatikasi bo'yicha nazar tashlagan vaqtimizda ikki xil so'zning qurilmasida farq bor. Qanday farq bor? Muhsanat İffetni qabul qilg'uchi uqum deb ifodalangan, lekin ism maf'ul deymiz buni. Muhsinin erlarning iffetini ifodalagan vaqtda iffet mushuning qo'lidagidek. İffetni er kapolatli qiladigan iffetga mahil shaklda ifodalangan. Buni biz arab grammatikasida ism fa'il deymiz. İffet meselesi kelgan vaqtda Alloh ayollarni xuddi iffetni qabul qiladigan taraf, erlarni iffetga kipillik qiladigan, iffetning sohibi taraf qilib tasvirligini qaragan vaqtda biz bu yerda bir nuqtani tushunsak bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bir jamiyatning iffetiga er mas'ul. Bir jamiyatda ayollarning iffeti bulg'angan bo'lsa, bu jamiyatning erlarininki masalasi. Qanaqdir ayollar buzildi, ayollar yo'ldan chiqib ketdi degan davronlarning oxirisidagi sababni yiltiz bo'ylab izdiginimizda asosliq sabablarninki erlarga berib bog'lanadiganligi, erlarga berib to'xtaydiganligini biz bayqamoqda emas. Qur'onmi iffat masalasida er ayol o'rtasidagi farqni bu shaklda farqlantirdi. Ya'ni ayollarning bir jamiyatda iffatlik bo'lishi shu jamiyatdagi erlarga bog'liq, erlarning g'ururiga bog'liq. Ayollar iffetsizleşip yoldan çıkıp ketsa, qahramonlar qilib ayollar yoldan chiqib ketdi, ayollar buzuq degan ifodalarni qo'llangan er kishi avval o'zi haqida qana qilish kerak, o'ylanish kerak. Bu nuqta oyatdan bir ifodalardan qana qilyotdi, chiqyotdi. Anikin oyatda فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ Toylaq meselesinde, erininki pul çıkım qilish, pul berish meselesinde Allah subhanahu wa ta'ala manda ikki narsani bir-birisiga udullaştırıyotir. Ya'ni فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ayollar erlarning huzuri, baxt, saodatning asosiy shaklida gap qilyapti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni erlar o'zining baxt, saodatiga ayollardan erishadi. Qanday? Er kişinin vücudunda bir intiladigan bir tabiat var. Bu bir kichikkina bir terapiya. Kişinin umumiy terapiya emas. Anikin aile quruladi. Ailede bala buludu. Er kişininki kelgusi evladı şu aileden barliq keladi. Biz mushtaraflarga umumiy qaragan vaqtimizda, masalan, birisiga elchi avatdi, bu yerda bir xushalliq, bir xil qalbiga huzur kiradi yani. Qabul qildi, bir xushalliq, to'y kunisi o'tkazildi, yana bir xushalliq masalan, yana bir xushalliq, oila qurdi, bir xushalliq, oilasida bir xil taskin topdi, ishlardan herib echib kelganida ishga ochadigan birisi bo'ldi, issiq tamoq hazırlangan bo'ldi masalan. Nurg'un ishlarida qulayliqlashdi, xizmatlari unumga erishdi, chunki hamma ish hozir bo'lgandan keyin, undan keyin kelgusi olgan, köz nuru olgan balaları meydana geldi, toğuldu. Balaları çoğ oldu. Bu adamın işlerine varislik kıldı, kelgüsünü davamlaştırdı, neslini davam. Bunların hepsinin sebepleri ayol kişi. Kur'an فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ degan noktada ne için er kişi toyuğa vaqtda çıkım kılıdı? Ne için pul tilaydi dese, çünkü ayol kişi er kişiye
tasvirlab bo'g'isiz baxt saodatning kelishining sababchisi. Er kishi shu manbayatni tilg'agan bir qator baxt saodatlarni, bir qator hayot huzurini ayol kishisiz erisholmaydi er kishi. Hatto ayol kishining o'rniga masalan deyli, boshqa xizmatchilarni qanchalik sepketsin, uning o'rnini to'liqlayolmaydi. Biz degan bir qator masalalarning o'rnini to'liqlayolmaydi. Bu nuqtadan ayol kishi cho'qim er kishining ma'lum badal to'lab erishishiga loyiq tabii. Er kishi men pul topdim, men jafo tortdim deb o'zi topgan pulni o qadar qimmatga yiqilsa, ayol kishining shu oilani bir huzur, baxt, saodatga erishtirishda uningdan katta roli bor. Bu nuqtadan her ikisi birisiga qana qiladi, bir badal o'tish kerak. Er kishi o'zining erishgan shu huzurininki, shu baxt saodatininki, shu cho'mgan xushalligining qarshiligida bir narsa berish kerak. Buning xarakterini bu shaklda qana qiladi Alloh subhanahu va taolo tushuntiryapti. Şunaşqa manda bir hüküm var, fiqh hükümde bir er kishi bir ayoldan to'y qilaman deb deyishib, ham ishlarni bitkizib nikoh o'qidi, lekin munosabat bo'lmasdan ajrashib kelsa to'yliqning yarmini beradi. Bu nima demak desa, ash erininki shu nuqtaga kelib bo'lgan ishlarining hammasida ma'lum darajada saodat, huzur, bir xushallikqa cho'mgan tarafi bor. Ayol kishi shuning saodati garchi bu nikoh mag'lubiyatini aralashgan bo'lsin. Bu yerdagi masala ayol munosabatlan emas, balki erining shu qadamni olgan kunidan tortib ta hayotining oxiriga qadar butun ayol sababidan erishadigan baxt saodati, cho'madigan xushallikning hammasi famastamta'tum bihi minhun degan oyatning tahtiga daxil. Buning qarshiligida o'zining iqtisodini chiqaradi, o'zi jafo tortib ter to'kib topgan pulisini chiqaradi. Bu shaklda oila eng o'lchamli bir shaklda qanday quriladi. Endi oyatdan yana bizning takror bir sizlarga eslatadigan oyatning bizga berayotgan bir uchurlari bor, mesajlari bor, signallari bor. Mesela oyatda muhsinin g'ayri musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna degan oyatning 5-dagi mazmun, ya'ni pak, iffetlik bir holatdaydi. Ondan keyin deb bo'lgandan keyin ayollarni erlarga huzur bag'ishladi, baxt saodatga cho'mdi deydi. Buning qanday aloqasi bor desa, men bu yerda bir og'iz jumlani dedim. Ayoldan boshqa har qanday biri bu o'rinni to'ldira olmaydi. Deyishinglar mumkin. Masalan, dindor bo'lmagan fosiqlar yot ayollar orqaliqmi o'zining talabini qondirolaydi deyish mumkin. Xizmatchi selish orqaliqmi o'zining shu oilasidagi ba'zi ish nimalarni, ehtiyojlarini hal qila olish mumkin deyishi mumkin. Lekin men bu nuqtadan manda tushunaman. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo erni ayolga birisi-birisini iffat asosida bog'lagan vaqtida inson tasvirligi bo'lmaydigan bir xil rahat tuyg'usi bo'ldi. Qanday rahat tuyg'usi bo'ldi? Ya'ni normalda biz atrofimizga qarab baqsak tushunamiz buni. Bir o'zining qonunliq nikohlab olgan ayoli bilan har qanday bir shaklda yo'lda bilinmaganlaydi. Deyli. Bir uyda yolg'iz qola oladi. Va munosabatlik bütün ishlarni rahat bir shaklda qila oladi. Bu jarayonning hammasida na er kishining psixikasida, na ayol kishining psixikasida ichki dunyosida bir xil qarshilik bo'lmaydi. Ziddiyat olmaydi, qo'rqish olmaydi, endish olmaydi. Ammo masalani aks taqdir tasavvur qilib boqaylik. Yot ayollan birga yo'lda mangsimi bir xil erining kallasida ansirash bo'ladi, jiddiylashish bo'ladi. Ayolning kallasida ansirash bo'ladi, jiddiylashish bo'ladi. Yolg'iz bir yerda qolsimi bir xil kim kurab qola, kim kep qola, buning oqibati qanday bo'la bir xil endish bo'ladi. Buning ichki dunyosi uning qilgan kichikgina ishining qarshiligida uningga bir xil tasvirligisiz bir xil jiddiychilikni, qo'rqinishni qana qildi, ib keldi. Mana mush nuqta bir misol sifatida da'vataman qo'yman. Ayolning erga bag'ishlaydigan, qonunliq nikohlab olgan ayolning erga bag'ishlaydigan bir xil qalb huzuriga keltirilgan nima misol.
Bunun erden ayaldan başka etraftakilerge beradigan huzur mesela yoki huzursuzluk taraflar oludu. Bayatın degan ikki noktanınki. Mesela qana desanglar, bir dada, bir qiziva dada, bir yigitninki davamlıq özünün uyunun etrafında aylanıp yürgenlikini, balkondan yoki derisidan qaravatqanligini ko'rgan vaqtida o dadanın ichki tuyg'usi, kayfiyati qanday bo'ladi? Darrov buziladi. Kundashlikka tutadi. G'ururi tutadi. Balkim yerdan cho'ng bir oqibatlar qana qilish chiqishi mumkin. Mana bu qonunsiz ishninki, ayol nikohi bo'lmagan holatdagi ishninki dadığa kelgan ta'siri. Masalan, yana bir shaklda o'ylab boqaylik. Agar shu yigit o'zining elchisini shu ishni chektirib kirgizsa, dadasini kirgizsa, tuqqanlarini kirgizib, sizning qizingizni o'g'limizga istaymiz degan bir shaklda, ya'ni yo'lliq bir shaklda uyga kirsa, u vaqtda qizning dadasi biz bayatdan olgan misaldagi andisha, achchiq, g'azab, kundashlikning o'rniga xushal bo'ladi, qizg'in qarshi oladi, butun vujudi rahatlanadi. Ma'munda gap yani. Yani bir aileninki qonunliq nikoh ustiga qurilishining birinchi qadami bilan oxirgi qadamining oraliqidagi butun jarayon baxt, saodat, xushallik, bir xil suyunch asosida bo'lsa, aksicha g'ayri normal munosabat, g'ayri shar'iy munosabat butunlay nima olib keladi? Xotirjamsizlik, andisha masalan, bir xil kullashlikning qo'zg'alishi va buning orqasidan kelib chiqqan ba'zi yomon oqibatlar qana qiladi kelib chiqadi. Dedik-ku. Yana biz misol olsak, bir kishi yo'lliq bir shaklda, yo'lsiz bir shaklda bir ayolni sayohat qildiribdi, aylandiribdi, masalan, mehmon qilibdi, nurg'un kiyim-kechaklarni olib beribdi. Bunun şu qizning dadasi yoki aka-ukasi atrofidagilarga beradigan ta'siri huzursizlikdan boshqa narsa emas. Achchiqdan boshqa narsa emas, g'azabdan boshqa narsa emas. Ammo aynı ishni qonunliq nikoh qilgan kishi qilsa, o'zining ayolini qadrlasa, aylandırsa, sayohat qildirsa, mehmon qilsa, uning kiyim-kechaklarni olib bersa, ya'ni yaxshi muomala qilsa, aynı şekilde o qizning tuqqanlari, ata-onasi hammasi buningdan favqul oddiy qana qiladi, suyunadi. Bu nuqtalarni bir-birlab kelgan vaqtimizda qonunliq shar'iy shakldagi qilgan nikoh, qurgan oila, ayol munosabati hammasi baxt, saodatga sabab bo'lsa, aksi shaklda, qonunsiz bir shaklda qilgan aloqa, ayol munosabatlarining hammasi boshda dada urug' tuqqanlar va hammasiga bir xil nima keladi? Huzursuzlik olib keladi. Hatto bir nikoh soruniga qarasak, dadaning qiziga nikoh o'qiyotgan shu paytda dadaning vujudidagi bir xil sevinch, ya'ni bir xil suyunish, xushallik, o'zining qizining baxt, saodatlik bir oilaga nisb bo'lganligiga qarata Allohga shukr etishdan iborat xushallik kayfiyatlarini qanday qilib oldi. Aks taqdirda, ya'ni qarshi tarafdan o'ylab baqsak, agar o'zining qizining yot bir ayla bilan bir yerda normal tug'unni ko'rsami, o odamning butun ichki dunyosi qanday ketadi, qalaymoqallashib ketadi. Alloh subhanahu va taolo mushlarning hammasini insonning vujudiga mush shaklda o'rinlashtirgan va hukmlarni shu o'rinlashtirgan shaklda yo'l qo'ygan. Agar Alloh yo'l qo'ygandek bo'lsa, Allah insonning vujudiga o'rinlashtirilgan bo'yicha natija chiqadi. Agar unda shaklda bo'lmasa, Allah insonning vujudiga o'rinlashtirilgan bo'yicha aksi natija chiqadi. Yana bir misol. Famastamta'tum deb ketavatimiz, huzur, baxt, saodat ifodasida ketavatimiz. Normal ayolning shar'iy o'tiridagi munosabat, shar'iy nikoh, shar'iy oila insonning baxt, saodatiga sabab bo'ladi. İnson bundan huzur oladi hayotda. Hayoti nurlanadi ya. Masalan, bir misol, normal nikohda, normal oilada, ya'ni qonun bo'yicha
Allah belgilagan ahkam bo'yicha nikoh qilib qurilgan oiladan turalgan bola shu tug'ilgan vaqtida dadasi, onasidan boshlab butun atrofdagilarning hammani xushal qiladi. Aksicha, agar bunda qonunliq, shar'iy shaklda nikoh qilmay, boshqa bir xil normalsiz munosabatlar, g'ayrimashru munosabatlar o'tirida bola tug'ilib qolsa, tug'a shu qo'soqqa turalgan vaqtdan tortib, uning g'am, andishisi, qo'rqinchisi insonga keltiradigan psixik besimlari boshlansa, agar uni hozirgi vaqtlarda tushirib o'ldiriblar, tushirib etmasalar, oldirib etmasalar, tug'ilgandan keyin ko'ch bolasi bo'ladi. Hammasi uni ayiblaydi. U bolaning hayotimi bir qorong'ulik ichida o'tadi. Dadasimi shu, onasimi shu, atrofdagilarning hammasi shu. Demak, oyatda ayolninki bu oila qurilishi, ayol munosabatining bog'lanishi, bir uyning shakllanishininkki o'lchamlik shar'iy yo'llarini ko'rsatib bo'lib, erning bu ayoldan erishadigan baxt, saodati, huzuri degan iboratni ishlatishning sababi chunki bu xil shaklda qurilgan oila butun erlam emas, butun erga munosabatlik jamiyatning hammasining baxt, saodatiga sabab bo'ladi, hammalarning xushalligiga sabab bo'ladi. Aksi shaklda qurilgan munosabatlar dal aksi natijani keltirib chiqaradi. Buning ustidan er kishi buning badalida, bu erishgan baxt saodatining badalida bir narsa qana qilishga kirish kerak. Shu oyatda famastamta'tum minhunna bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna degan bir shaklda o'rinlashtirilgan ahvollar. Ondan keyin oyatda istamta'a ifodasi qo'llanilgan bo'lg'ach, buningdan ba'zi yomon niyatliklar bir xil g'ayri ma'no olib foydalanib ketgan ahvollar bor. Istamta'ning ma'nosini bayotdan huzur, foydalanish, baxt saodatga, xushallikqa cho'mish degan ma'nolarni oldim ya. Mush nuqtadan ba'zi masalan bugungi kunda shiilar vaqtliq nikohni yo'l qo'yganda, vaqtliq masalan ayol deyishdi, uning nazarida qonunliq hamda bu. Ya 4 oylik, ya 5 oylik to'yliqqa manchi pul, pulning gipi o'g'ach qolmaydi. To'yliqqa manchi pul. Biz xotin bo'lamiz 4-5 oydan keyin avtomatik holatda deyishgan bo'yicha nikoh ajraydi. Ma shaklda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam davrining shu sahobalar davrining dastlabki davrlarida bir yo'l qo'ygan ahvol bor. Ba'zi sahobalar jangga, jihadga oylab, yillab chiqadigan bo'lg'achqa Rasulullohning qashig'iga kelib, o'zini bunda nima deymiz endi, erlikini butunlay yo'q qilib o'tish haqida Rasululloh maslahati bo'lgan. Biz jangga chiqadiganmiz, jihadga chiqadiganmiz, insonning ichida bir vujudida bir nima bormidi, bir xil energiya bo'ladi, ya'ni insonda bir xil talab bo'ladi, ya'ni insoniy talab bo'ladi. Bu talab bizni oilamizga qaytishga majbur qilib qo'ydi ekan. Bu jang jihadlarni qilmasak da bo'lmasa musulmonlar boshqalarga tajovuz qilmagan bo'lgandan keyin dunyoda qaysi bir yerda jang bo'lib qolsa, urush bo'lib qolsa, tajovuz qiluvchi taraf yana bir tarafning hujum qilingan tarafningki ayollarining izzat, obro'yi, izzat iffatini bulg'aydi endi. Ammo musulmonlarda bu ahvol yo'q. Bunda bo'lgandan keyin bularning insoniy talabi bularni qiynab Rasulullohning qashig'iga kelganda biz mushu butunlay qanday qilsak, o'zimizning erlikini yo'q qilsak, ya'ni degan vaqtda Rasululloh yo'l qo'ygan bir ahvol va vaqtliq masalan bag'an o'rinlarida nikoh qilish, to'y qilishni. Keyin bu masala butunlay amaldan qoldirilgan. Amaldan qoldirilganligini Umar radhiyallohu anhu'ningki manda bir hukmidan bilamiz buni. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu qandoq adam o'sha vaqtliq nikoh qilaman deb qishimga kelsa, men uni rajm qilaman. Ya'ni uning qilgan vaqtliq nikohi zina degan gap. Umar radhiyallohu anhu'ningki hukmi bo'yicha Ali radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhu'ningki mushu chiqargan hukmini qo'llaqliq hamdi. Undan keyin Ibn Abbas radhiyallohu anhu Rasulullohning dastlabki hukmiga qarab turib bu masalani biroz yo'l qo'ygan bo'lsa, ammo hayotining oxirisida buningdan qana qilgan chekingan bir ahvollar bor. Endi nima uchun bunda ahvol yuz berdi deb ba'zi qarindoshlarimizning kallasi kap qilishi mumkin. Rasulullohning davrida Rasulullahning so'zlagan hadislari, tushgan oyat, chiqargan hukm ahkomlarini hammalar o'tirib anglaydigan bir sinf yo'q.
Yani o vaqtda hammasi o'zining tijoratini qiladi, ishlarini qiladi, hayot bilan mashg'ul bo'ladi. Birisi Rasulullohning qishiga atigan keladi, Rasululloh bir og'iz gap anglaydi, birisi kashti keladi, bir og'iz gap anglaydi. Atigan gapni kashti kelgan anglamaqliq, kashti gapni atigan kelgan anglamaqliq, ma anglaganni anglamaqliq, anglaganni ma anglamaqliq. Shuningga hadislar, hukmlar sahobaning orasiga taqab ketdilik. Ibn Abbos radhiyallohu anhuning dastlabki o hukmni chiqargandan keyin yenishi dal mushu nuqtalardan bo'lsa kerak. Bugungi Shiilarningki qilayotgan ishlarining hammasi oyatdagi pul va ayol kishidan, ashta er kishiningki hayotining huzurga, saodatga, baxtga erishishini hozirgidek shaklda tushunish, hozirgidek shaklda deb o'rinlashtirishi butlay oyatni ilingan qanday qarash, xato qarash. Ondan keyin oyatning oxirisida qarindoshlar Allah subhanahu va taolo ayol o'tirishdiki bu xil iqtisodiy, ya'ni to'yliq masalasini farz, ya'ni Alloh buni belgilagan bir belgilama shaklda deb bo'lgandan keyin nima deydi Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirida? Agar ayollar oyatning oxirida wala junaha alaykum fima taradaytum bihi öz ara birisi-birisinglar ayol o'tirisida rozi bo'lsanglar farzdan keyin degani farz tatbiqlandi. Er kishining ustiga ayol kishiga to'yliqini berish majburiyat ustiga ortildi. Ayol kishi o'zining huquqiga erishdi. Unda bo'lgandan keyin o'zaro rozi bo'lishib, bir-biringizlarga ihson qilsanglar, fazli marhamat qilsanglar, buningda gunoh yo'q deydi. Buningda gunoh yo'q. Ya'ni valar deganim ya'ni mana ikki ifoda bor. Birisi er kishida pul ko'p bo'lib qilib, ayol kishiga deyishgandan 2-3 qat bersa-mu tamamen bo'ladi. Ayol kishi endi biz bir uyga kiribdik. Bu uy, bu oila bizning oila. Bu oilada biz birga yashaymiz deb o'zining shaxsiy to'yliq mulkini ailəyə sərf qilib, yoki er bilan o'rtaq xərcləsə, yoki erdən bo'ldi men to'yliq olmay, inshaalloh keyingi vaqtlarda birasiz degan bir shaklda bir-biriga ihson bobidan yo'l qo'ysa, buningda nima yo'q, gunoh yo'q. Ya'ni Qur'onning umumiy hukmlariga diqqat qilganimizda Alloh haq huquqlarni nihoyat zil bir shaklda, inchki bir shaklda bekitgan bo'lib, bundan keyin menda ihson ishini yechib qo'ygan. Mesela katil maqtul oturusda bir adamni öldürüp koysa, xataen, qasdan emas, bununla diyet var. Bunu keskin bekitib etgandan keyin, andan diyet alıdığanlarga agar qarshi taraf iqtisodiyoti qiyinchilik bo'lib qolsa, qanday qilsanglar bo'ladi, afu qilsanglar Alloh sizlarga afu qiladi degan bir shaklda bununla fazli babını açıdı, ihson babını açıdı. Madem o'xshash shu. O'xshash. Bulubmi ayol o'tirishda hisob inchki qilingandan keyin hisob kitob hamma narsada inchkiliklar qilgandan keyin oila mehr muhabbat qolmaydi. Bu nuqtada Alloh mayadimi ishga echib o'tdi. Boshqa oyati bor. Va la tansawul fadla baynakum. Aranglarda ihsonni unutib qolmanglar. İhsan, çünkü mehr muhabbet ihsan bilen to'g'iladi. Er kishi mo hamma narsani inchkilik bilan hisob qilsa, ayol kishi mo hamma inchkilik bilan hisob qilsa, mehr muhabbet qana qiladi. Asta qana qiladigan gap chekinadigan gap. Shuningga ayol kishiga to'liq to'yliqini berib, ayol kishining haq huquqini kapolatga ega bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo nima deydi oyatda? Fa in tibna lakum Sura Nisaning 4-oyatida o'qidik buni. Agar ayollar o'zligidan o'zining qo'lidagi olgan to'yliqlarga rozi bo'lib, masalan, erga xajlasa, oilaga xajlasa, buningda fakuluhu hani masala yo'q. Buni rahat bir shaklda ishlasanglar bo'ladi, qo'llansanglar bo'ladi, yezanglar bo'ladi deydi. Masalan, bugun er kishi ayol kishiga to'yliq qiladi. Ayol kishi haqiqiy shu oilaga samimiy sadoqat bilan bo'lsa, men bu pulni nega gapiraman? Eri javob tatayotgan qarasa, ailenin chiqimini yetishtirib bulanmayotgani, nega gapirim bu pulni? Aile meni o'tsa deb ailega sarf qiladi. Ailening uskunlarini oladi, masalan, aslihalarini, chiqimlariga xarjlaydi. Bu ayol o'tirishki, mehr muhabbatni qana qiladi, kuchaytiradi. Endi oyatning oxirisida innalloha kana aliman hakim. Alloh her ishni bilguchi, Alloh her ishda hikmat bilan ish qilguchi. Shu bilguchi, hikmat bilan ish qilguchi degani Alloh bizni yaratdi. Bizga nimaning manfaatligi, nimaning muvofiq ekanligini obdan biladi va shuningga yarasha
ma'lum bir maqsad, ma'lum bir hikmat asosida ahkomlarni qanday qiladi yo'lga qo'yadi. Masalan deyli, bugungi dunyoning, masalan Allohning hukmi ijro qilinmayotgan bugungi dunyodagi davlatlarning qonun organlariga, qonun chiqarishlariga, qonun ijro qilishlariga qarasak, o'rtaga chiqqan ma'lum bir voqea, hodisa yoki ma'lum sinfga vakillik shaklida qonun tuziladi. Bu qonunni tuzib yo'lga qo'yadi. Necha yildan keyin yoki necha vaqtdan keyin buning salbiy taraflari va yomon oqibatlari o'rtaga chiqishga boshlaydi. Undan keyin qonun chiqarish organlari o qonunni qaytadan tuzitadi, yana chiqaradi, yana o yo'lga qo'yadi, u yana bir tarafga taqishadi, tuzitadi. Bir davlatning 50 yillik tarixida bir necha qatim qonun o'zgartib turdi, davomli o'zgartib turdi. Nimishqa? Chunki inson ishning har taraflarini bilinmaydi. Inson har qanday iddao qilsin, har taraflarini bilinmaydi. Tuzilgan qonun tuzguchilar vakillik qiladigan sinfning manfaatiga vakillik qilib tuziladi. Yana bir sinfchi masalan, uning manfaati cho'qim mutlaqo zararga uchraydi. Jamiyatda bir sinfning manfaati kafolatga yiqilinib, yana bir sinfning manfaati zararga uchradimi, mutlaqo o'rtadan bir qalaymoqonchilik chiqadi. Undan keyin yana o'zgartish kirgizadi. Vaqtda yana bir manfaat daxliga uchraydi. Bu shaklda davomlashadi. Buni atrof qarab baqsak, bu bizga nisbatan yatqum emas. Ammo Alloh subhanahu va taoloning hukmida qarasanglar, har qanday bir hukmda mutlaqo bir umumiylik asos qilingan, hikmat asos qilingan. Diqqat qilsanglar, bir bay namratga munosabat ahkomda bayning manfaati kafolatga qilingan, namratning manfaati kafolatga qilingan, hokimning manfaati kafolatga qilingan, mahkum yana fuqaroning manfaati kafolatga qilingan, erning manfaati kafolatga qilingan, ayolning manfaati kafolatga qilingan. Yani har taraf tang asosda muomala qilingan shaklda o'rtaga qo'yiladi. Shuningdek, Alloh subhanahu va taolaning mayada alim deyishi, chunki Alloh nimaning insonlarning hayotiga muvofiq, nimaning foydali, nimaning ziyonli kelganini Alloh biladi va shuningga muvofiq bir shaklda hukmlarni yo'l qo'yadi. Mana bu Allohningki hakim sifati. Masalan, aqallisi Rasulullohning davrida bunda bir haroqning harom qilinish jarayoniga shunday qarab baqsak, Allah insonning qandovlab o'zgaradiganligini, tabiatni bildigan bo'lg'achqa, bir jamiyatda haroq ichish umumlashib, bir xil vujudiga singib ketgan bir jamiyatda bir og'iz gap bilan ichmaysa o'zgartib bo'lmaydiganligini, o'zgarmaydiganligini ma insonning tabiati. Buni bilgachga haroqning harom qilinishi 4 yoki cho'ng nuqtani aytgan vaqtda 3 bosqichlar. Birinchi qatim odatlanishdan bularni chektirish. Yani namoz o'qiyotgan vaqtinglarda mas holatda namoz o'qimanglar. Undan keyin da qarab baqib kunda 5 vaqt namoz o'qiydi. Bomdod, peshin, asr, orliq yaqin haroq ichib qolsa masjidga ishib bo'lmaydi. Inson kunduz ichmaydi. Kechsi ichidi o'zsa. Bu insonni xuma bo'lib ketgan holatdan, odatlanib qolgan holatdan tatib chiqadi. Odatdan qutulgandan keyin biroz qulay bo'lishida, undan keyin ikkinchi oyatda yasalunaka anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir va manafi'un nas. Foydasi bor, haroqdan qilmoqning foydasi bor. Ammo zini cho'ng degandan keyin odatdan qutulgan, odatlanib qolgan, xuma bo'lib qolgan ishdan qutulgan insonlar aqlli bilan bo'lsa, azroq aqli o'tkir odam bo'lsa, bu foydasi bor debdi, ammo zini foydasidan nima ekan, ko'p ekan. Bunda shuni qilmayli-ya, biroz yig'iladi. Eng oxirida qilib qolganda, undan keyin oxirida qima va haroq hammasi shaytonning amallaridan nejiz, nerdironlab keskin hukm tushirgan ahvollar. Mushlarning hammasi nima desanglar, diqqat qilsanglar, Alloh insonning masalasini qanday hal qilishni eng obdan biladi. Bu nuqtadan Alloh alim zot va tushirgan har hukmlarida hikmat bilan ma'lum bir maqsad, muddao, ma'lum bir insonning manfaatini deb tushirgan bo'ldi. Bu nuqtadan Alloh subhanahu va taolo hakim zot. Shuning uchun Alloh subhanahu va taologa erning tabiati nihoyat oshkora. Erning ichki dunyosini tamamen biladi Alloh. Ayolning ichki dunyosini tamamen biladi Alloh. Bu ishga muvofiq bir shaklda qonun, tuzum, shariat belgilab berdi va bir oilaga kirib bir-biriga muhabbat shakllangandan keyingi ahvolni Alloh biladigan bo'lg'achqa, nima deydi oxirisida? O'zaro bir-birisining bilan kelishib, rozi bo'lishib, avya burun bergan to'yliqini 2-3 qat ortiq bersa, yoki mau burun olgan to'yliqlarini shu oilaga o'rtaq hajvasi gunoh yo'q deyishning sababi
Şimdi to'y qilib bo'lgandan keyin er ayolning o'tirib mehr muhabbat shakllanadi. Agar ayol erini haqiqiy yaxshi ko'rsa, u olgan to'yliqqa ko'zga hech qanday ko'rinmaydi. Agar er ayolini haqiqiy yaxshi ko'rsa, bergan to'yliqqa ko'zga ko'rinmaydi, ozib qolgandek his qilib taxama beradi. Buning bilan inoq bir oila o'rtaga shakllangan gap. Buning hammasini Hakim zot, Halim zot obdan biladi va yarasha bir hukmni bizga yo'l qo'yib beradi. Shuning bilan bugungi Sura Nisoning 24-oyati oxirlashdi. İnşallah kelar qatimliq darsimizda 25-oyatga o'tamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.